Shu joyda stop kanalimizga albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hello YouTube ahlislar bilan men Dota.uz. Bu gal videoda biz soxta Minecraftda mana bunday skinlarni olishni o'rgataman. Ko'p turganlarda bu skinlar soxta Minecraftda ko'rinyapti. Mana juda ham zo'r. Soxta Minecraftda aynan mo'ljallashgan custom skinlar. Chiroyli ham turibdi o'zimda. Men xuddi shunday skinlarni qanday qilib yuklashni o'rgataman. Do'stlar, Play Marketda kirib olamiz. Play Marketda biz bu qidiruvga Boys Skins deb yozamiz. Boys Skins deb yozamiz. O'shanda men bunisini yuklab olamiz. Keyin o'zingizlarda yo'qkan bitta skin yuklab olasizlar. Ronaldo muxlislari bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda Ronaldo ham bor, O'zbekiston ham bor. O'zbekiston ham bor. Kelinglar, Ronaldoni tortib olamiz, yuklab olamiz. Men skinni ustida bosasizlar, o'zingizlar tanlagan xohlagan skinlarni bosib olasizlar. Masalan, men shuni tanladim. Va men bu download degan joyga bosasizlar. Va to gallery degan joyga bosasizlar. Reklama qo'yib beradi, reklama ko'rasizlar. Reklamani ham ko'rib oldik, keyin pitichkani ustida bosib qo'yasizlar. Keyin shuni oyna ochiladi. Oyna ochilgandan keyin sizlar o'zingizlarning Minecraft'ingizlarda kirasizlar. Kirgan skinsni o'tib, maytda men bu skin turgan joyda custom deb yozib qo'ygan bo'ladi. Bolalar, hozir siz mana bu pick a skinsni ezasizlar. Keyin Ronaldoni skinni ustida bosib qo'yasizlar. Men bo'lsa qiz bola Ronaldo. Adashtirib qo'ydim. Men bu qiz bola Ronaldo, bu esa, ya'ni men bu qiz bola Ronaldo, bu o'g'il bola Ronaldo. Men o'g'il bola Ronaldoni tanlayman. Mana Cristiano Ronaldo mana shu yerda turibdi. Cristiano Ronaldoning muxlislari like bosib obuna bo'lishni unutmanglar.